Rim imperiyasi yo'llari qanday qurilgan? Dastlab yo'l quriladigan yer tozalanib, quritilgan. Yo'nalish tanlangach, bir necha metr kenglikda chuqur qazilib, chetlariga toshlar terilgan. Qurilish mustahkamlik va suv oqimini ta'minlash uchun qavat-qavat qilingan. Eng pastki qatlamga katta toshlar, so'ng bo'shliqlarni toldirish va asosni zichlash uchun maydaroq toshlar joylashtirilgan. Yakuniy bosqichda qum yoki shag'al qatlamiga suv sepilib, og'ir toshlar yordamida zichlab tekislangan. Bunday qoplama arzonroq ta'mirlash imkonini bergan, aravalar va hayvonlar harakatiga mos bo'lgan. Yo'llarning biroz qavariq shakli yomg'ir suvining chetlardagi ariqlarga oqishini ta'minlagan. Bu ariqlar suvni chiqarib yuborish va ruxsatsiz transport vositalarining kirishining oldini olish vazifasini ham bajargan. Ko'pchilik o'ylaganidan farqli, Rim yo'llari har doim tosh plitalar bilan qoplanmagan. Bunday holat faqat shaharlarda yoki tuproq yemirilishi xavfi bor joylarda kuzatilgan. Yo'llar odatda to'g'ri chiziq qilib qurilgan bo'lib, qo'shinlarning tez harakatlanishiga qulaylik yaratgan. Hayratlanarlisi, oradan 2000 yildan oshsa-da, bu yo'llarning ko'pi hanuzgacha saqlanib qolgan. Sizningcha yo'l qurilishidagi qadimiy yondoshuvlar haligacha dolzarbmi?